Assalomu alaykum, hurmatli QA sohasini o'rganayotgan talabalar. Kechagi oldingi darsimizda test analysis va test design haqida o'tdik. Ya'ni testing sohasida ham dizayn borligi va talablar analiz haqida o'tgandik. Shu darsni tom ma'noda davomi, ya'ni 13-dars, test dizaynning bir qismi, test case haqida gaplashamiz. Xo'p, dastlab texnikalar haqida aytsak, xo'p, o'zi test case'ni yozishda texnikalar bor. O'zi texnika nima o'zi desa, soddaroq tushuntirsak, masalan, product owner sizga vazifa berdi, ro'yxatdan o'tish tugmasini testlang dedi. Siz masalan nechta test case yozasiz? Ro'yxatdan o'tish formasini testlash uchun siz masalan 50 ta yozasizmi, 100 ta yozasizmi, 10 ta, 1000 tami? Ya'ni bu cheksiz bo'lishi mumkin. Lekin siz to'g'ri texnika bilan yozsangiz, bu test oz bo'ladi. Masalan, hozir bitta sayt qilsak, ro'yxatdan o'tish bo'yicha hozir mana o'sha sayt, masalan, o'zimizni flexobo.com ishxonamiz sayti bo'lsa, ro'yxatdan o'tish bo'yicha bo'lsa, masalan, sign in o'zbekcha qilaylik, mayli. Xo'p, kirish. Ro'yxatdan o'tish degan bo'limda biz yozishimiz kerak. Masalan, temple mail. Har doim shu saytga ishimiz tushyapti. Shoyat sizlarga manfaat yetib qolsa, demak temple mail. Hozir bizga mail beradi. Real case bilan ko'rsatish uchun sizlarga shuni qilyapman. Xo'p. Demak, ro'yxatdan o'tish uchun bizga kod kelishi kerak hozir. Mana kodimiz keldi. Bu kodni endi biz kiritamiz. Ya'ni bizga email kerak. Xo'p, ro'yxatdan o'tish degan biz test case bo'lsa, vazifa bo'lsa, shuni test qilishimiz kerak bo'lsa, bizga nechta test case kerak? Bir nechta test case, masalan, ismni tekshiramiz. Ismga masalan harflar qo'yib ko'ramiz, belgilar qo'yib ko'ramiz, chiziqchalar qo'yib ko'ramiz. Testlasa bo'lyaptimi? Yo bo'lmasa sonlar qo'yib ko'ramiz. Qisqasi, ikkinchi test case'imiz foydalanish turini belgilamasdan o'tib ko'ramiz. Uchinchi test case'imiz yana bir narsa. Qisqasi, har xil test case'lar qilib ko'ramiz. Shunda test case'imiz soni chegarasiz bo'lib ketaveradi. Lekin siz dizaynni bilsangiz, bitta test case bilan ko'p narsani ko'p qamrovda olsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, test case sodda qilib misol qilsak, onangiz katta qozonda sho'rva pishiryapti. Mana sizda katta qozon, mana profilni to'ldirish degan bitta test qiladigan joy bor. Siz hamma narsasini birma-bir qilib chiqib, birma-bir hammasi uchun test case yozish shart emas. Ya'ni butun qozonni ichib ko'rish shart emas, balki bir qoshiq bilan qozondagi ovqatni ta'mini bilsak bo'ladi. Shu bitta qoshiq bilan ta'mini bilish bu tajriba deyiladi. Oldingi darsda o'tdik, equivalence partitioning degan testni, ya'ni ma'lumotlarni guruhga bo'lish. Ya'ni biz masalan hozir tekshiradigan bo'lsak, bir narsani test qiladigan bo'lsak, to'liq ism eng kamida 3 ta harf bo'lsa, ABC bo'lsa, eng ko'pida masalan 20 ta harf degan bo'lsak, shuni 3 qismga bo'lib olamiz. Eng kami 3, o'rta masalan 10, eng kami 3 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 3 eng kichkinasi, eng kattasini 20 ta deb olamiz. Ism haqida gaplashaylik hozir, yoshni qo'yib turaylik. O'rtasini necha olamiz? 2 dan 3 dan 20 gacha bo'lsa, o'rta masalan 10 bo'ladimi? 12 bo'ladimi? Shunday bo'ladi, ha? Xo'p, mana o'rtasini shunday olamizda, uchalasini ham testlaymiz. Keyin mana boshqa qiymatlarni ham ko'ramiz. Bunda valid, to'g'ri va invalid, noto'g'ri bo'limlar bor. Masalan, to'g'ri bo'limlar qabul qilinishi kerak bo'lgan qiymatlar yashil rangda bo'ladi. Qabul qilinishi, rad qilish kerak bo'lsa qizil bo'ladi. Demak, bizda ikkita harf qabul qilmaslik kerak. Masalan, A, B degan harfimizni qabul qilmaslik kerak, oz deyish kerak. Mantiqan, lekin bizda bu platformamizda ikkita ism bo'lishi mumkin, chunki li degan ism bor. Endi bu misol uchun aytayapman. Shunaqa platformalar borki, ikkita harfni qabul qilmaydi. Masalan, li kam bo'lishi, li ikkita harfli ozli bo'lishi mumkin. Eng ko'pi shu lidan masalan 20 ta qilishingiz mumkin. Shu bu lekin biz platformada ketaveryapti. Demak, buni bir alohida nima qism qilib buni testlab to'g'rilashimiz kerak. Eng kattasi masalan 50 ta bo'lsa ham chegara bo'lishi kerak ismda.
Xo'p, to'g'ri, bu ishlash jarayoniga mutlaq ta'sir qilmaydi, lekin bu ya'ni professionalizmga zid narsa. Xo'p, demak umumiy tushunchada bizga shu keldi. Mana equivalence partitioning nima deganda bilamiz, 3 ta qismga bo'lib olamiz. Boshlang'ich chegara, o'rta ya'ni standart yashil maydon va katta maydon, ya'ni chegaradan chiqadigan maydonni tekshiramiz. Valid, invalid 3 ga bo'lamiz. Masalan, misol murakkabroq misol, email format, masalan name.domain.com bo'lishi kerak. Masalan test.uzum.uz. Invalid bo'lsa test.uzum.uz bo'ladi. Masalan a yo'q. Endi bu misolda mayli. Boya yosh o'laroq keltirdik. Buni o'qib tushunasizlar. Xo'p, asosan sonli maydonlarda bo'ladi, matnda bo'ladi. Mana matn qilib ko'rsatdik. Tanlov radio button, davom button, radio button masalan ikkitasini tanlay olmaysiz-da buni. Shuni tekshirib chiqadi. Bittasini tanlaysiz, bir kishi olib kirishingiz mumkin. Mana bu ham chegara. Xo'p, demak shu umumiy equivalent tekshirish partitioning bo'lim deganda shuni tushunamiz. Endi ikkinchi qismi, bugungi darsimizda ikkinchi qismi bu boundary value analysis. Bu ya'ni chegara qiymat. Chegara qiymatlar alohida sinash. 80% bug aynan shu chegarada bo'ladi. Shuni bilib olishimiz kerak. Dasturchilar tez mana unaqa belgi bilan bu belgini adashtirishadi. Shundan kelib chiqadi asosiy buglar. Endi hozirgi kunda AI bor, dasturchilar kodini o'zi ham test qiladi. Bu xato nisbatan kamaygan, lekin baribir uchrab turadi. Demak, baribir bular qiladimi, xato qilmaydimi? Biz ishimiz testerlarni ishi, albatta buni tekshirish. Birinchi metodni bildik-a, 3 ga bo'lib olsa, ikkinchi metod demak chegara qiymat. Har chegara uchun masalan ikkita qiymat bor, ha? Eng kichigi 17 yosh, eng kattasi 66 yosh. 18 dan 65 gacha, eng kichigi 18 yosh, eng kattasi 65 yosh deylik. Xo'p, 17 bilan 66 ni qabul qilmaslik kerak. Invalid ya'ni qizil, 17 bilan 66 qizil, valid bo'lsa yashil bo'ladi. Sariq bo'lsa chegaraga kelib qolgansiz, qabul qiladi, lekin chegarada. Siz demak ikkita chegarani hisoblaysiz, ikkita chegarani, ya'ni 18 ni hisoblab ko'rasiz, ha, o'tyapti, 17 ni ham qilib ko'rasiz, ishlayapti, ishlamayapti, ya'ni registratsiyaga ruxsat bermayapti. 65 ni ishlatib ko'rasiz. Demak, ruxsat beryapti, 66 ga ruxsat bermayapti. Chegaralarni tekshirib ko'rasiz. Xo'p, demak 3 ta chegarali qiymat ham qilish mumkin, ha? 17, 18, 19, 64, 65, 66 qilib masalan, buni endi o'zingizning optisiga qarab off by degani bor, off by 1 ya'ni xato eng mashhur bug. Masalan, parol 8 dan 20 belgi orasida bo'lishi kerak degan tushuncha. Dasturchi yozadi if parol length 8 masalan, agar parolning uzunligi 8 ta bo'lsa, lekin bunday yozish kerak emas. Agar parolning uzunligi 8 ta deb mana bunaqa belgi bilan yozish kerak. 8 ta belgili parol qabul qilinmaydi, off by 1 xato. Ya'ni boundary value testi shu bugni topadi. Masalan 1 2 3 4 5 6 7 xo'p, xato. Lekin 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ta bu to'g'ri. Password bunda ham demak 8 ta qabul qiladi. 20 ta belgi qabul qiladi. 21 ta belgi qabul qilmaydi. Ya'ni bu ham chegaradagi paydo bo'lish holatini sizga aytib o'tib ketyapti. Ya'ni bu yuqoridagi off by 1 mana belgilar adashishini aytdi. Bizda umumiy tushunchamiz boundary value analysisda chegaralarni tekshiramiz. 17 dan 66 gacha bo'lish kerak deganda siz hammasini polni tekshirdingmi degan savol bo'lmaydi. Siz aytasiz, chegaralarni tekshirdim. Masalan, siz tekshira olmaysiz, 17 yosh qo'yib ko'rib, 18 yosh qo'yib ko'rib, 19, 20, 21, 66 gacha o'tirmaysiz. Tester asosiy chegarani tekshiradi. 17, 18, 19, 64, 66, o'rtadagi masalan 30 bo'lsa 30 ni tekshiradi. Mana shunaqa tarzda ishlaydi. Mana biz testlarimiz bor, boundary value analysisga oid testlarni ishlaymiz. Buni xo'p. Va uchinchisi demak asosiysi decision table. Decision table-ni o'tgan darsda o'tganmiz. Yana mustahkamlash uchun bu darsda ko'ryapmiz, chunki bu katta mavzu, qiyinroq mavzu. Xo'p, decision table bir nechta shartlar birlashganda har xil natijalar bo'lganda ishlatiladi. Masalan, murakkab logikani jadval ko'rinishida aniq ko'rsatish. Qanday qilinadi? Masalan, shartlarni aniqlaysiz. Sayt qachon x bo'ladi? X qiladi. Ya'ni qachon qo'ymaydi sayt. Hamma shartlarni ro'yxatga olasiz. Masalan, VIP foydalanuvchi savatda 5+ mahsulot promo kod ishlatilgan. VIP foydalanuvchi bo'lish kerak. Savatda 5 ta mahsulot bo'lish kerak, promo kod ishlatilgan bo'lish kerak. Shart, ya'ni bir narsani test qilishingizdan oldin shart. 3 ta shart bor. Login bo'lish kerak, hisobida pul bo'lish kerak va login bo'lganda ham broker bo'lib login bo'lish kerak. Masalan, shartlar bor, shartlar bo'lish kerak. Bu test bo'lish. Ikkinchisi, har shart uchun ha yo'q.
yes no, ya'ni agar 3 ta shart bo'lsa, kombinatsiya, ya'ni har bir shartlarda alohida test qilish kerak. Xo'p, jadval tuzasiz. Har bir ustun bir kombinatsiya bo'lsa, har qator bitta shart yoki natija, ha yoki yo'q belgilarini ishlatasiz. Test case'ga aylantiramiz. Masalan, bitta test case, har bitta ustun bitta test case bo'ladi. Masalan, VIP, ya'ni VIP degani o'zi maxsus sotib anaqani abonement sotib olgan foydalanuvchi 5 ta mahsulot qo'shsa bo'ladimi? Ha, qo'shsa bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Ha, testimiz muvaffaqiyatli o'tdi. VIP foydalanuvchi 5 ta mahsulotni qo'shdi. Endi promokod qo'shsa skidka beriladimi? Ha, 25% skidka beriladi. Endi keyingisi tekshirib ko'ramiz. VIP foydalanuvchi kirsa bo'ladimi tizimga? Ha, kirsa bo'ladi. 5 ta mahsulot qo'shsa bo'ladimi? Ha. Promokod foydalansa bo'ladimi? Yo'q. Ya'ni inkor test qilib ko'ramiz. Foydalansa bo'lmaydimi deganda shartlariga qo'yib yo'q bo'lmaydi. Masalan, tushuntirsak, 3 ta shart, 2 ta holat, 8 ta test case bo'ladi. Har bitta test kombinatsiyani sinaydi. Bu jadval bilan biror holat o'tkazib yuborilmaydi, to'liq test bo'ladi. Ya'ni bitta foydalanuvchiga ruxsat bor, bitta foydalanuvchiga ruxsat yo'q, yana bitta foydalanuvchiga 5 ta mahsulotga ruxsat yo'q. Ya'ni siz VIP foydalanuvchi degani saytda istagan narsangizni qilasiz degani emas-da. Masalan, broker bor, yuk egasi bor, yuk tashuvchi bor, haydovchi bor, brokerga maxsus shartlar bor, maxsus imkoniyatlar bor. Yuk egasiga maxsus imkoniyatlar bor. Masalan, broker yuk qo'ysa, yuk egasi yuk qo'ya olmasligi mumkin. Yuk egasi yukni olsa, qo'ysa masalan, yuk tashuvchi yuk qo'ya olmaydi, chunki yukni oladi, tashiydi. Ya'ni siz hammasini tekshirasiz. Yuk tashuvchi yuk qo'ya oladi, ha. Yukni masalan shartlarni qilib to'liq mana shu table qilib chiqasiz siz. Test case, har bitta test case bitta table bo'ladi. Buni qila oladi, yo'q, buni qila oladi, ha. Buni qila oladi, yo'q. Masalan, oshpaz ovqat pishira oladi, ha. Qorovullik qila olmaydi, yo'q. Qorovullik qila oladi, ha. Oshpazlik qila olmaydi, yo'q deb table qilasiz. Endi bu tajriba asosida bo'ladi. Endi pairwise testing ham bor ekan. Bu ko'p variantli kombinatsiyalarni kamaytirish. Masalan, 4 ta browser, 3 ta operatsiya sistema bo'lsa, 2 ta til bo'lsa, 24 ta kombinatsiya bo'ladi, 24 ta case kerak. Siz pairwise nima qilasiz? Boya aytganimizdek, 12 ta test case qilasiz, 2 ta parametr qoplanadi. Endi bu atamalar biz uchun kerak, ya'ni buni alohida dars qilib o'tishimiz kerak o'zi, lekin bunga ehtiyoj sezmaymiz. Buni faqat kitoblarda uchrashishimiz mumkin. Bu pairwise testing o'zi nima desa, ko'p variantli kombinatsiya bor. Mana bunaqa ko'p variantli kombinatsiyalarni biz kamaytiramiz, aqlli kamaytiramiz. Baglarning aksariyati chunki ikkinchi parametrni kombinatsiyasidan kelib chiqadi, hammasi emas. Ya'ni baglar bitta joyda to'plangan bo'ladi. Hammasi bag bo'lavermaydi. Bir joy topildimi, ikkinchi parametrda shu yerda bag to'planadi. Ya'ni pairwise bilan shuni topib olamiz. Buni har xil tushunish mumkin. Xo'p, soddaroq tushuntirganda shu vazifalarni qilamiz. Bugungi darsimiz ham oldingi darsgidek qisqa bo'ldi. Darsda tushunmaydigan savollar bo'lsa yoki kamchiliklar bo'lsa, albatta kommentlarda yozib qoldiring. Har bir qoldirilgan izohga javob berishga harakat qilamiz. Sizning qoldirgan izohingiz darslarni, ya'ni kanalga a'zo bo'lishingiz darslarni rivojiga o'z hissasini qo'shadi. E'tibor uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.